Uchta siyosiy partiyaning qurultoy deputatligiga nomzodlari ro'yxatdan o'tkazildi. Aqjo'l, Umummilliy sotsial-demokratik partiya va respublika nomzodlarining yarmidan ko'prog'ini ayollar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Barchalariga Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovda ishtirok etishga ruxsat berildi. Ular konstitutsiya va saylov qonunchiligi talabiga mos keladi. Nomzodlarning o'rtacha yoshi 40,9 yoshni tashkil etadi. 44 nafari erkak, 31 nafari ayol, 35 yoshgacha bo'lganlar ulushi 12%. Nomzodlar eng yoshi 27 da, eng keksamiz 55 yoshda. Partiya ro'yxatining asosiy qismini 69,3%ni tadbirkorlar tashkil etdi. Umummilliy sotsial-demokratik partiya ro'yxatida 14 nafar xotin-qiz bor. Nomzodlarning 30% dan ko'prog'i yoshlar va nogironlar. Bu juda jiddiy minbar, mas'uliyatli ish. Partiya ishini biladigan, amalda ishtirok etgan, uzoq vaqt hamkorlik qilgan, bizning ideallarimiz va maqsadlarimizga qo'shilgan partiya kadrlariga ega bo'ladi. Ular shunday odamlar. Aqjo'l partiyasi 63 nafar nomzodni ilgari surdi. Ularning 22 nafari ayollar, shuningdek yoshlar va nogironlar. Uchala siyosiy kuch ham saylov badalini to'lashdan ozod qilingan, chunki ular avvalgi majlis saylovlarida 5% chegaradan o'ta olgan edi. Это, во-первых, люди, которые имеют большой опыт работы. Ular birinchidan hududlarda katta tajribaga ega odamlar, tadbirkorlar, viloyat, tuman, shahar maslahatlari deputatlari. 8-chaqiriqda o'zingizga ma'lum 6 nafar deputatimiz bor edi. Ularning barchasi ushbu ro'yxatga kiritildi. Они все полностью вошли в этот список.